boshlang'ich $600 bilan mana shu avtomat Sparkimiz halol nasiy savdoga berilyapti. Akalar, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasa. Yili 2010 ko'rib turgan bo'lsanglar, mashinani turishi yaxshi holatda, xudo xolasa, o'zi ham, motorlari ham to'g'risini aytaman, soatda ishlab turibdi. Zo'r ishlayapti. Motoriga javob beryapti egalari, xudo xolasa. Hop, faralari yaxshi holatda. Yili 2010 birli motor akalar. Balon holatlari keladigan bo'lsa, akalar faqat kuzga borib almashtirib olish kerak. Hop. Salon qismiga kiradigan bo'lsa, akalar, obshipkalari yaxshi holatda, chexollari yaxshi holatda, puriklari yaxshi holatda, o'zini rullari 254 ming probekda mashinamiz avtomat ko'rib turgan bo'lsanglar, kondisionerlarigacha bor. Endi kondisionerni tekshirtirib olsanglar bo'ldi, xudo xolasa. Hop, tarpetgan ustiga yaxshi chexoli bor ekan-ku, lekin qarab ham ketib qopti akalar. Orqada eng qadami esa metan gazlarigacha bor. Nima deysizlar? Tayyor holatda. Ular kimga ma'qul kelsa, kelib ko'ringlar, yoqsa, baraka qilsangiz bo'ladi. Faqat Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga beraman deb turibdilar. Xullas, tegirgan nomerlar qoldirdim, aloqaga chiqinglar. Mana shunaqa yaxshi Spark qidirgan o'rtoqlarga bu videoni jo'natib qo'ysangiz, chiqmasa okalar, joninglar sog' bo'lsin. O'zingizlar ehtiyot qilasizlar.